E'longa qo'ymasimizdan mana bu uyimiz sotildi, faqatgina yonidagisi sotuvda. Assalomu alaykum hurmatli Moonhouse obunachilari. Sizlarga tanishtiradigan uyimiz Sergeli tumani Beruniy mahallasi, Katta ko'chagacha 800 metr chiqadi. Mana shu uyimiz. Umumiy maydoni 201 sotik, 6 ta xona plus hol, tegi yaxlit podval qilingan, 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Narxi 185 ming. Oppoqqina travertin qilingan, kirishimiz avtomatik darvoza hamda kalitka eshik, yon biqiniga letniy kuxnya tomonidan bitta kalitka eshigi ochilgan. Asfalt qilingan, ko'chalari yaxshi, atrofida maktab, bog'cha, hamma qulayliklar bor. Ana endi ichkari bilan tanishamiz. Uy juda ham did bilan qurilgan, ikkala tomoni zeleniy zona qilingan, ikkinchi qavatda balkon bor. Podvalga uy ichidan hamda buni bu yoqda tashqaridan tushsanglar bo'ladi. Qaranglar, bu yoqda bitta mashina tapchanga tepalari naves qilib qo'yilgan. Tashqarida hojatxona hamda plus kotelniy qo'yilgan, duxkontrolli kotel hamda issiq suv boylerlari o'rnatilgan. Mana plus mana hojatxona qo'yilgan hamda kotelnilar. Buni uyimiz. Tepalarini qaranglar, chiroyli naves qilib qo'yilgan. Ana endi asosiy xonalar bilan tanishamiz. Kirganimizda hol keladi. Mana holda masalan mebellar qilingan. Bu yoqda mana zal. Zalimiz oynalar panoramli, hamma joy cho'pli polda plus batareyada isiydi. Mana kirishimiz, mana qaranglar. Masalan vitrajli eshiklar qilingan. Mana bu birinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzil. Mana bu yerda esa birinchi qavatdagi yotoqxonamiz. Oynasi orqa tomonga qaragan, ichida o'zini garderobiga ega hamda sanuziliga ega. Undan keyingi xonamiz esa oshxona. Mana oshxonamiz. Oshxona kafir qilingan. Oshxonadan orqa hovlichaga chiqsanglar bo'ladi. Mana letniy kuxnya qilib qo'yilgan. Eshigi mana kalitka eshigi bor, qo'shimcha kalitka eshik. Bu eshik ko'pchilik yoqtiradi, chunki kerak. Katta oilaga yig'inlar qilinsa, mehmonlar kutib kuzatishga juda ham yaxshi qulay. Podvalga mana uy ichidan tushamiz. Podvalda 4 ta xona bor. Mana tushishimiz bilan yo'lda mana namozxona qilingan. Forshkalari mana tashqariga qaragan, havo aylanib turadi. Bu yoqda mana taxonamiz bor. Oynasi orqa tomonga qaragan, hamda bu yoqda mana katta mana hol qilingan. Mana forchka kiraverishimizda havo aylantirish uchun qilingan. Mana bitta katta kladovka xona qilingan. Mana tashqaridan tushsak bo'ladi. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Mana ikkinchi qavatga ko'tarildik. Eshiklarning rangini qarang, yog'och rangi juda ham uyni ochib turibdi. Bu rangga ham o'zining muxlislari bor. Mana bu yoqda bitta yotoqxonamiz joylashgan. Bu yoqda ham yana bitta yotoqxonamiz. Bu pastdagi yotoqxona bilan bir xil, ichida sanuzili, garderobi bor. Mana tayyor. Konditsioner rasmlari ham chiqazib qo'yilgan. Hattoki. Bu yoqda mana ikkinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzil. Hisobda 5 ta sanuzil bor. Mana bu ham bolalar yotoqxonasi. Undan balkonga chiqsanglar bo'ladi. Bu yoqda ham bitta kattagina xonamiz bor mana. Eslatib o'taman, uyimiz 201 sotik, 6 ta xona plus hol, podval, Sergeli tumani Beruniy mahallasi. Narxi 185 ming. Niyat qilgan bitta like bosib qo'yinglar hamda kimga ravo ko'rsangiz videoni o'sha insonga yuborib qo'ying. Rahmat, salomat bo'linglar.